Assalomu alaykum azizlarim, aziz kuzatuvchilarim. Bugun shunaqa ochirim qilamiz. Bu o'sha ochirim. Bu yil uy oladiganlar, uy olish niyati borlar. Bu yil 2026-yil uy olishingiz bormi? Yil oxirigacha deb ko'rib olamiz. Uy olish niyatidagilar yoki uy olib beraman deb va'da berganlar uy olib beradimi deb ko'ramiz. Ya'ni siz orzu qilgan uyingizni olasizmi deb ko'rib olamiz. Ikkita variant qilib tashlaymiz. Bu yil uy olishingiz bormi? Ya'ni 2026-yil oxirigacha. Yana karta tashlab ketamiz. Birinchi variant, ikkinchi variant. Bu общий ochirim. Yakka ochirim olmoqchi bo'lganlarga 93lik 564 4060 ga Telegramdan murojaat qilasizlar. Birinchi variantdan boshlaymiz. Bu yil uy olasizmi degan savolimizga albatta olasiz. Ajoyib kartalar. Omad bu yil siz bilan. Omad sizga kulib boqmoqda bu yil. O'ylagan niyatlaringizga erishasiz va harakatdasiz. Ko'ryapsizmi, siz har doim olg'a intiladigan insonsiz. Buni harakatidaligingiz va taqdiringizda borligi uy olish. Sizda omad, bu yil omad siz bilanligi. 2026-yil ot yili ko'p insonlarga omad olib keladi. Moliya tarafdan o'sishlar ko'p bo'ladi bu yil. Omad tilayman. Ikkinchi variant. O ajoyib kartalar. Ikkinchi variant tanlaganlar oilangiz bilan pul jamg'arayotganingiz, har taraflama nima deydi, chuqur o'ylayapsiz. Bu ikkinchi variant tanlaganlar o'ta pishiq insonlar, ya'ni oilani ko'proq ustun qo'yadigan yoki bo'lmasa oila manfaatini birinchi o'ringa qo'yadigan hamma narsada. O'ta pishiq insonlar, ya'ni pul yig'adigan, oilaviy biznesi bor, oilaviy o'zlarini kelib turadigan joyi bor, ular jamlayotgani, yig'ayotganligi va bu yil o'sha orzu qilgan uyini olishi. Yokida sizga kimdir olib bermoqchi bo'lsa, sizga uy. Ikkala variant ham to'g'ri keladi. Bu yil uy olasiz. Ya'ni bu yil maqsadingizga erishasiz degan. Bu quyosh kartasi sizda hammasi zo'r bo'ladi degan. Har taraflama maqsadingizga erishasiz. Sizda o'zingiz xohlagan summa ham keladi, olmoqchi bo'lgan uyingizni ham olishingiz bu yil. Omad tilayman. Boshqa karta tashlashim hojat qolmadi. Ikkala variantga ham chiroyli kartalar tushdi. Omad tilayman har ikkala variantga ham.